Diqqat qiling, 8-mart munosabati bilan barcha ayollarga pul beriladi. Qancha beriladi, qanday tartibda beriladi, bularni bilmoqchi bo'lsangiz videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Shu kabi rasmiy xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan Qozog'iston poytaxti Ostonada ayrim toifadagi ayollarga bir martalik moddiy yordam ajratiladi. Qayd etilishicha, 2026-yilda to'lov miqdori har bir oila uchun 10.813 tenge, ya'ni taxminan 21 AQSh dollarini tashkil etadi. Mablag'lar avtomatik tarzda o'tkaziladi. Buning uchun ariza topshirish talab etilmaydi. Yordam puli asosan ko'p bolali onalarga, jumladan oltin alqa va kumush alqa nishonlari sohibalariga, shuningdek, kam ta'minlangan va poytaxtda doimiy ro'yxatda turuvchi ayollarga beriladi. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu tashabbus doirasida jami 36-37 ming nafar ayol qamrab olinadi. To'lovlar mahalliy byudjet hisobidan moliyalashtiriladi. Mukofot puli oluvchilar ro'yxati davlat bazalari asosida oldindan shakllantirilgan bo'lib, buning uchun davlat organlariga alohida murojaat qilish shart bo'lmaydi, deyiladi xabarda.